Avvalambor assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli hamshaharlar. Kirib kelayotgan 2026-yil hammamizga boylik, sihat, salomatlik olib kelsin. Hammamiz mashhur bo'laylik, lekin mashhurlikni orqasidan yelib yuguradigan inson bo'lmaylik. Boyligimiz shunaqangi ko'payib ketsinki, sihat, salomatligimiz undan-da yorqin bo'lsin. Saxiy boylardan bittasi bo'laylik, kontent qiladigan qo'sh tirnoq ichidagi blogerlar qatorida bo'lib bo'lmaylik. O'zimizni manfaatimiz tufayli 50 mingta, 100 mingta laykni orqasidan sizni videoingiz orqali 50 mingta layk yig'ilsa umraga jo'natamiz degan insonlar qatorida bo'lib bo'lmaylik. Tanajonimiz sog' bo'lsin, sihat salomatlikda ko'rishaveraylik. Hamisha yuzingizdan tabassum arimasin. Gaplarimiz malol kelmasin, qalbingizga hamisha yaxshilikni o'ylab qoluvchi Kaminaga kamtarin sizlar bilan bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.